Assalomu alaykum akalar, tuzimizdan joylashib charchamayapsizlarmi? Dadasini kutib oldi, dadasi. Ishdan kelish bilan dadasini kutib oldi. Mana shu bola. Mana shu bola. Bitta. Assalomu akalar, charchamayapsizlarmi? Joylashib. Akalar mana ishdan qaytdik. Soat 5 bo'lyapti. Shu yerda bo'shab qaytyapmiz iftorlikka. Og'zimizni bitta yotib o'tiribdi-kan, yopish tuydalar, mana to'g'ri tushiramiz, ko'ramiz. Xatlar keldimi? Xatlar keldi. Qaldirg'ochlar ham kelibdi. Ho'y, yuribdi. Qaldirg'ochdan ushlab bo'lmaydilarmiz kirib uydagilar. Voy meni. Voy dada debka, dada debka. Qani? Qarachi, menga voy debka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum de. Assalomu alaykum deb qo'ying. Assalomu alaykum. Katta. Voy. Dada yo'qmi? Hada ketdik endi joy, qo'yib yuboring yerga. Qani, nima Ketdi. Yo'q. Shikishkim abi. Mana o'riklarimiz ham gullabdi. Xudo xolasa. Chaman bo'lyapti o'riklar, mana chaman. Xo'p, qizil akalarimiz ham to'n qo'yibdi akalar. Endi ularni o'zimiz boqamiz. Mana bu bilan. Qizil aka bilan boqamiz. Xattalardan bir juft, ikki juft barq kelib qo'yganmiz. Xudo kuzga yig'ib uchiramiz xudo xolasa. Shu hech qanaqagina. Ammo qizil aka, qora aka timiqqa o'xshayapti. Hali bitta akamiz SMS yozib Telegramdan. Hozir screenshotini ham qo'yib qo'yamiz. Aka bitta qora aka ketdi bizdan, qo'shdi. Qo'qish bo'ladigan bo'lsa xabarni aytib qo'ying deb. Agar qo'shdi bo'lsa, asha akamizniki bo'ladi. Qo'qqisda mozordan ekan, bizdan bir 1-2 kilometr uzoqda uy. Pashti yaqin. Unga da bunday ana qilsa bo'laveradi, nima deydi? Taxmin qilsa bo'laveradi. 10-15 ta qopqon bor yo'lda. Agar o'tirmay kelib bizga tushgan bo'lsa, endi bilmayman. Bitta uchirib olaylik, bittamiz ketyapmiz. Ama işte kartlarımızdan küçüğünü kopyaydı. Esnelikki. Şuraya lideriz o. Onu boşaltmak var mı? Şeyler. Ben isteyeniniz öyle bala. Ben isteyen bala. Ay bala. Kimga verirsin? Hakikaten. Open budget. Jo'jalarimiz o'z gapirib o'ting. Jo'jalar bor, xudo xolasa hozir ko'rasizlar. Akalar oladiganlar bo'lsa bron qilishinglar mumkin. Oldindan akalar 1 kilo jo'jalarimizga oldindan zakaz olib qo'yapmiz, to'g'ri tushunasizlar. Hozirda 1 kilo jo'jalarimiz sotuvda tugadi. Chiqayotgan jo'jalarimiz ham zakaz qilib qo'yilgan. Agar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, kattaroq miqdorda kerak bo'ladigan bo'lsa, zakaz qilib borishingiz mumkin, bemalol. Faqat 25-dan keyinga topib yetkazib berishimiz mumkin. Keyin kattaroq jo'ja so'raganlar uchun 10 kunlik, 15 kunlik, keyin 20 kunlik, 25 kunlikda bo'lgan jo'jalar uchun aloqa chiqsanglar bo'lar, aktyorlarimizda bor. Yetkazib berish xizmatlari ham ichida xudo xolasa. Pulini kelishamiz akalar, soniga qarab turib. Ob'yomda oladiganlar uchun yo'lida qilib xabarlar akalar. Andijon qora jo'jalar uchun. jo'jalarimiz sog'lom ekanlar. Bunda shunday 1 kilo jo'jalar kerak bo'ladigan bo'lsa va ko'proq, misol kattaroq kerak bo'ladigan bo'lsa, 10 kunlikda 15 kunlik, 20 kunlik kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana ekran tagida nomerlarga aloqa qilsanglar bo'laveradi. Mana o'zimiz inkubator olib ochilish yo'lga qo'ydik, lekin yutib bo'lmayapti, to'g'ri tushunasizlar. Oldindan biron qilib zakaz berib qo'yganlarga yetkazib beryapsiz imkon qadar uyganimizda. Shoshilib qolamiz. Agar yana zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol aloqa chiqsanglar bo'laveradi. 25-dan keyinga xudo xolasa zakaz olaveramiz akalar. Ob'yomiga qarab. Oldindan zakaz surib hozirdan bron qilib qo'ysanglar bo'ladi. Shunaqadan. Shunaqa. Lekin akalar bularni baqish haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Baqishga keladigan bo'lsa, bularga 1 kunligida oddiygina manaqa biosepervit degan manaqa tiktonik degan vitaminlar bo'ladi. Vet aptekaga borsanglar
100 gram 15 ming so'mdan turadi. 1 litrga 1 gramdan qo'shib berib turish kerak. 1 kunligidan boshlab o'zi yosh katta bo'lguncha, 20-25 kunlik bo'lguncha o'zini tikalab danay bo'lguncha. Endi kimdir shakar suv beradi, kimdir boshqacha. Endi biz shunaqa sharoitda katta qilamiz. To'g'ri emas, yaxshi katta bo'ladi. Oldindan boshlamoqchi bo'lganlar uchun tavsiyalarimiz oddiygina mana kichik ob'yomda baqadigan bo'lsanglar 500 taka dovur 2 ga 3 joyga 2 ga 3 6 kvadrat joyga 500 ta ob'yomda sug'oradi 10 kg 15 kg bo'lguncha jo'jalarimiz. Ikkinchi 1 kunlik jo'jalarga birinchi o'rinda bularning issiqligi 35 gradusga dovur issiqlik bo'lishi kerak. Xona harorati jo'jalar uchun. 35 gradusdan pasayib ketadigan bo'lsa jo'jalar sovqatda bir-birini tepalab o'ldirib qo'yishi mumkin. Shuning uchun обязательно qilish shart 35 gradus issiqlik. Ikkinchi bularni katta qilishda ko'proq kerak bo'ladigan narsa bu yemi. Yemini shu o'zimizni mana broiler yemi, Samarqand Star degan yemi bor manaqa. Broiler yemi jo'jalarga beriladigan. Masi yemni обязательно berish kerak. Nimaki bu jo'jani yaxshi tetik danay bo'lib katta bo'lishiga yordam beradi. 20 kunlik borilar 10-15 kunlikka dovur bo'lmaganda mashinadan beriladigan jo'jalar, mashinada katta bo'lgan jo'jalar zo'r katta bo'ladi. Ko'p odam makkani maydasida baqadi, makkani maydasi to'g'risi bunchalik effekt bermaydi, joni zichcha bo'lib qoladi. Broiler yemi bilan oddiy mana o'zimiz makkani qulqum o'rnida baqilgan jo'ja обязательно farq qiladi akalar. Imkon bo'lsa обязательно mana bu Samarqandda Star donadan broiler yemida baqib katta qilish kerak jo'jalarni. Hech bo'lmaganda 15 kun 20 kunlik bo'lguncha zo'r katta bo'ladi. Sana olinglar. O'zimiz boshimizdan o'tyapti mana. Shu endi asosiy kerak bo'ladigan narsalar shular. Vaksinalarga keladigan bo'lsak, bir kunlikda Lasotda и Gambro degan, Dufaretini degan manaqa vaksinalari bor. O'sha vaksinalarni qilib bo'lsanglar bo'laveradi. Endi bir kunligida qilib olmasanglar, bir hafta 10 kunligida o'zi Lasotdan keyin yana o'sha Gambro degan vitaminlari bor. Manaqa nima deydi? Vaksinalarni aslarni qilib bo'lsanglar, shumagacha bo'lgan kasalligini oldini olib turadi. Yani qilmasanglar ham bo'laveradi-yu, qilsanglar lekin kasalni oldini olib turadi. Biz endi nima deydi? 10 kunlik, 15 kunlik bo'lganda lasotda beramiz, 25 kunlik bo'lganda lasotda berib qo'ysak bo'ldi. Shu bilan o'zi tushmagacha 3 oylik bo'lguncha yetadi aslida. 3 oylikdan keyin o'zi emlov boshlanadi. 6 oylikda keyin обязательно tushmaga emlanadi. Tovuqlar, tovuq bo'ladi bular. Keyin xudo xolasa har 6 oyda emlanib tursa kasal temi yaxshi zo'r yuradi. Обязательно lekin tushmaga qarshi dori qilish kerak. Tovuqlarga katta ob'yomda bo'ladigan bo'lsa, kasal temaylasanda. Shu agalar, bular jo'jalarimiz to'g'risi 4,5 oylik bo'lganda, 4,5 oydan 5 oylik bo'lguncha tuxum boshlaydi, makiyonlari, xo'rozlari ham 4,5 oylik bo'lganda o'zi qichqirishni boshlaydi. Yaxshi baqiladigan bo'lsa, agar yaxshi baqilmaydigan bo'lsa 11 oy, 12 oy olib cho'zilib ketaveradi. Vaqt cho'zilgan sari o'zi tovuq yoshi o'tib tuxum berishi ham pasayib ketadi. Keyin unumli foyda bermaydi anaroq. Lekin tuxumga akib olsalar, kakpalozni biz videolarimiz avvaldan beri kuzatib ko'ramiz, biladi qanaqa daromad chiqishi, qanaqa tuxum berishi. Kakpalozni maza qilib olasizlar. Shunaqa gaplar akalar. Shu bilan videolarimiz tugadi. Zakaz uchun bemalol mana ekran tagidagi nomerlarga aloqa etisizlar bo'linglar. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz, charchamaysizlar. Tamam. Biz mana jala tovuqlarimiz. Tovuq ketadi ama Uncle Bengsi qilib pizalik ura. Kech payt qilib berdi akalar. Tovuqlarimiz. Qiziq jarayonda muomala nima qilyapti mana? O'tirib olib mana. Ketdimi? Shuni olamiz. O, qochib qochib. Har kunidan ushlasinaga. Tushiramiz.
ushlab turing, iplachiga olib ketadi. Men qimni tortaymi? Yomon tutun chiqyapti. O't qachon yaqdil. Asaqlay. Yaxshimisiz, ona? Sekin pastga tushib olamiz. Ali yig'layapsizlar. Iftorlikka kelinglar akalar. Akalar o'zimizni qora hakka narx aytib kelganga o'xshayapti. Qani. Bola, maya qo'tingda. No, mana shu bola ham. Akalar. Qani qo'yib turchi. Ki qotib turchi. Voy, dadasining oldiga iplar ham banglatyapti. Qotib turing. Ot tushiramiz mana. Tushiryapman. Mana ot tushiryapman. Voh, usha. Muhammad Ali ushasini chiqani. Usha. Yo'q, opa. To'xta. Ushachi. To'xta. Qoldi. Ushamay tur. Hoppa. Hozir. Qot, men ushlab turibman bu. Qoldi. Mana otib olishi mumkin, eshitdimi? Ha, sot qo'ying. Mana ipga tegib, keltiring oling, olamiz. Ke. Hoppa. O'ttirmasang olaman men o'zim. Kebaba qiladi omad. Akalar qora hakka ekan. Shikibam maqut. Jiyan tog'angga suyandi, mana tog'a oldi. Mana mashadan ko'ring, mana mashadan. Mazovadan turib yuramiz. Qani, kettiriklanmas ichida. Akalar qora hakka Naymana ekan. Ha. Qani, o Stollari bor. o'tadilar ekan akalar. Ko'zlari ham tana ekan, o. Akalar kaptar qanot aytib beradi o'zi bilan. Yaqinda yechilibdi. Qanotlari. Kalta yeganmi qanotni ichib? Qanoti nima deyapti qanot? Yuruvdan chiqadi. Qirqa. Nech pulliman deyapti bu kapta. Kaptarmi? Uchuvini bilmasang, Bir tiyindirdi. uchuvini bilmasang bozorda 10 mingga ham beradi. Uchuvini bilsang. Siz nima deysiz bola? Nech pul borasiz mana shu turishda? Uchadigan kaptarga o'xshayapti. 100 da. Akalar ko'kida gapirib yubordi, bu adashib tursa. So'mda gapiradigan bola emasmiz, demadingiz, so'mda gapiradigan bola emasmiz. Jiyan emas. Mo'rimi? Obro'pasta. Obro'pastagi o'zingizga aytmadingizmi, hali Alisher bola Instagramimga podpis qilib qo'yasizlar deb dedi. Lichini deb qo'yadi. Xo'p. Biz kaptarlarimiz qani ekan, ichib video qilib qo'ysa instalik bo'lib qolardi. Biz endi akalar shunaqa qani? Sapga qo'shamiz, sapga shepim. Ha, qo'shamiz. Sap. Ha, akalar ilgari solish so'raganlar bo'luvdi. Payt keldi. Mana qaranglar. Mana pati o'q qanot turibdi, o'q qanotnicha teparog'iga kaptarga ozor bermasdan. Ozor beryapti deb yana strak tashmoqmas. Ha. Ozgina bunday patiga o'tkazib qo'yiladi-da. Ha. Oh. Ha. O'sha endi. Shunchalik. Mahkam. Qo'yvaring. Voh. Maza qildingizmi qarab. Maza. Maza qildim. Chiqing, ma'quling bu. Qo'linglar. Yopamiz endi uni. Bo'l. Agar shu bilan videorolikimiz tugadi, sizning joylar omon bo'lsa, o'zinglar aytadilar. Omoriq. Nima qog'oz olyapsan? Omoriq. Ora bormi? Ora bor, kaptar ko'rsatmayapsan deyapti bu ham mana. Kelaman. Men qarab qo'y, assalomu alaykum, qani? Kelinglar iftorga deb. Ha, jiyan tog'angga suyan deb ketdi mana yana har doimgidek. Omoriq. Belyap. Mon qilib qo'y mana bu. Muhammad Ali mendekmi? Mana shu bola mana. Oo, ketib qo'y. Dikul. Ha. Qani? Ko'tar. Yuk. Fermer bo'lmoqchimi bu bola? Aravani dikul. Bu. Ana. Usha aravani usha.